Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Mana dehqonni moli bas, o'zimning molim. Ko'rgan bo'lsalaring, 4 ta ovoz olganman. Namangandan, To'raqo'rg'ondan kelgan ovozlar. O'zimni pulimga olganman. Dehqonni so'yib olmayman mol. Naqd pulga olaman. O'zim sotaman. Bu yog'ini qarang, olib kelib o'rta yaqinroq ko'rsating negativchilarga. Bir xilga quyonchiq bezi deydimi? O'z quyonchiq bez qayerda bo'lishini bilishmaydi. Mana aqlli qilishadi. Bunaqa bezi bu. Bu yo'qni 10 ming so'm. Optim bera olaman, 8 ming so'mdan oladi. Mana bu yo'q 125 ming tushadi bu yo'q. Mana bitta bezi bo'ladi. Erkakchasiga tan olamiz. Baga yo'q buni. Qassob bunaqa dehqonni itarib olsa, o'ltirib olsa. Qassob o'lib ketsin. Bitta moldan kamida 5 kilo 6 kilo yog' chiqadi. Qurishi bor. 5 kilo qursa 10 kilo ketdi havoga. Ya'ni qassob itaradi hammani. Hammalar sog' bo'linglar.